qilamiz. Marhamat. Yangi niyat, yangi tashabbuslarni uyg'onish davri hisoblanadi. Hamkorligimiz doim davom etaversin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz farg'onaliklar, aziz hamshaharlar, aziz muxlislarimiz. Mana biz bugun Farg'onada Toshkent Menejment va iqtisodiyot instituti abituriyentlariga Navro'z bayramiga bag'ishlangan sumalak partiyada ishtirok etdik. Fursatdan foydalanib barcha mana shu institut abituriyentlari va qolaversa talabalarini Navro'z bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Xudo xolasa nimaiki niyat qilishgan bo'lsa, mana shu institut sabab bo'lib, poydevor bo'lib hammalarga erishsin. Ko'p sizlar bilan mana shunaqangi konsert dasturlarida yurtimizning yaxshi kunlarida didorlash nasib qilsin. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum barcha talabalarni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim hammanglarga omad hamisha yor bo'lsin. O'qishlarga muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'linglar.